shogirdlar aytgani yaxshiroq albatta. Men ham yoshligimda o'sha ustoz san'atkorlar televizorlarda chiqqanida shularni ko'rib bir san'atga mehrim uyg'ongan. Keyinchalik dadamni o'zlari qo'limdan yetaklab meni mana shu ixtisoslashtirilgan san'at maktabiga olib keldi. Bu yerda men ustoz Erkin Qaytarovning qo'llariga o'qishga qabul qilindim va ustoz bilan birgalikda ko'p asarlar ustoz o'zi bajonat o'rgatdi. Mumtoz qo'shiqlar, maqom qo'shiqlarni, asarlarni o'rgandik va birgalikda ustoz o'zining asarlariga ham murojaat qildik. Boshqa ustozlarimizga ham ko'p rahmat deyman. Ustoz o'zlariga rahmat deyman. Yonimizda o'tiribdi mana. Baxtimiz doim sog' bo'lsin, shogirdlar baxtiga sog' bo'lsin. Doim biz bilan mana shunaqa shogirdlarni olib chiqishdan hech charchashmasin. O'g'lim Sayyorbek ham ustozi Erkin aka Qaytarov bilan Samarqand ixtisoslashgan